Assalomu alaykum. Albatta, ertaga qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Bilamiz, Eron qanaqa kuchga egaligini, o'zimizni ham kuchimizni bilamiz. O'shaning uchun o'ylaymanki, yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz ham. Inshaalloh hammamiz tayyormiz ertaga o'yinga. Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Ertaga juda ham qiziqarli o'yin kutib turibdi. Ikkita yaxshi saviyadagi terma jamoalar o'rtasidagi o'yin kutib turibdi. Lekin biz bu yerga g'alaba uchun kelganmiz va Xudo xohlasa bor kuchimizni berib g'alaba uchun harakat qilamiz. Endi albatta Eron terma jamoasini, umuman Eron ligasini hozir yaxshi bilamiz, chunki futbolchilarimiz o'ynaydi. Biz milliy terma jamoalar ko'p to'qnashib kelganmiz, to'qnashib kelyapmiz ham. O'shaning uchun ozmi ko'pmi o'ziga yarasha informatsiyani egamiz. Albatta futbolchilardan ham kerakli ma'lumotlarni olganmiz. Avvalambor savol va maqtov uchun rahmat. Lekin hozir bu savolga javob beradigan mavrida emas deb o'ylayman, chunki ertaga muhim o'yin kutib turibdi va bor konsentratsiya hozir o'yinda. Albatta solishtirish menimcha o'rinsiz. O'sha paytda o'sha avlod kuchli bo'lgan, xuddi shunaqa Eronda ham hozirgi kunda mana shu avlod kuchli. O'shaning uchun solishtirmagan bo'lardim. Hozirgi kunda eng kuchli avlod bilan harakat qilyapmiz va inshaalloh maqsadimiz sari yaqinmiz, amalga oshiramiz. Endi albatta ularda o'ziga yarasha o'rni bor. Kuchli futbolchilar, terma jamoaga kerakli futbolchilar. Futbol bu. O'shaning uchun o'rniga boshqa futbolchilar chiqadi, harakat qilishadi deb o'ylayman va Ostonga keladigan bo'lsak, jarohati bor edi. Tayyorgarlik ko'ryapti, qaraymiz qanchalik tayyor bo'ladimi ertagingi o'yinga yo'qmi. Qolgani hammasi sog' omonmiz, tayyormiz. Qolgan futbolchilar o'shaning uchun hammasi joyida, tayyorgarligimizni ko'ryapmiz. Okay, thank you coach. Thank you. Birinchi navbatda O'zbekiston milliy terma jamoasiga Tehronga xush kelibsiz demoqchiman. Shu o'rinda O'zbekiston milliy terma jamoasining tibbiy shtabiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirishim kerak, chunki bizni Toshkentga oldingi safarimiz chog'ida ular bizga ancha yordam berishdi. Shu o'rinda O'zbekiston terma jamoasi haqida gapiradigan bo'lsak, so'nggi 10 yil davomida ayniqsa yoshlar futbolda ancha kuchayish va rivojlanishga erishdi. Ancha yuqori darajadagi futbolchilar yetishib chiqdi. Ayniqsa hozirda Eron chempionatida ham juda yaxshi darajadagi o'zbek futbolchilari harakat qilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi haqidagi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, biz o'yinni nazorat qildik. Albatta, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi ham bosh murabbiy Bentoning sa'y-harakatlari evaziga bizga yetarlicha qarshilik ko'rsatishdi. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi o'yindan oldin bizda tayyorgarlik uchun yetarlicha vaqt bo'lgani yo'q. Hozirda esa bizda yana 2-3 ta mashg'ulotlar o'tkazdik va futbolchilarimiz ertangi uchrashuvga ancha tayyor. O'zbekiston terma jamoasi 3-4-3 taktikasida harakat qiladi va ertaga asosan bizni qarshi hujumdan jazolashga harakat qilsa kerak. Ertaga yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zbekiston bilan o'tkazilgan so'nggi uchrashuvimiz statistikasi ham shuni ko'rsatib turibdiki, biz juda yaxshi harakat qilganmiz. Muxlislarga oldingi uchrashuvdagi tashrif tufayli ularga rahmat aytmoqchiman va umid qilamanki, ertangi uchrashuvda ham ko'plab muxlislar stadionga tashrif buyurishadi. Biz kuchli terma jamoaga qarshi harakat qilamiz va shu sababdan yaxshi o'yin bo'lishini kutyapmiz. Navro'z bayrami bilan Eron xalqini tabriklamoqchiman. Biz jahon chempionati saralashi boshlanishidan oldin ushbu saralashni qiyin o'tishini oldindan bilardik va shu sababdan biz maydonda va maydondan tashqarida ham jamoaviy hamjihatlikni saqlab qolishga harakat qildik. Biz jahon chempionatining Eron xalqi uchun qanchalik muhim ekanligini bilamiz va shu sababdan bosh murabbiy tomonidan aytilgan barcha fikrlarga qo'shilaman. Eron milliy terma jamoasining har bir uchrashuvi, ularning har bir natijasi Eron xalqi uchun juda ham muhim hisoblanadi. O'zbekiston terma jamoasi ham so'nggi paytlarda Osiyoda ancha kuchaygan terma jamoalar safiga kiradi. O'ylaymanki, ertangi uchrashuvda bizga qiyin bo'ladi, lekin biz yetarlicha mashg'ulotlar o'tkazdik. Futbolchilar uchrashuvga tayyor va ertaga agar muxlislar stadionga tashrif buyuradigan bo'lsa,
biz Navro'z bayramiga o'ziga xos sovg'a taqdim etishga harakat qilamiz. Jahon chempionati yo'llanmasi hali rasman hal etilgani yo'q. Bizni O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'yindan tashqari yana 2 ta o'yin kutib turibdi. Va har bir o'yin bu o'ziga xos tarix. Shu sababdan biz bir xil ishtiyoq bilan har bir uchrashuvda maydonga tushamiz. Va O'zbekiston terma jamoasiga qarshi uchrashuvda ham faqat g'alaba uchun maydonga tushamiz. Futbolchilar barchasi har tomonlama ertangi uchrashuvga tayyor. Futbolchilarimiz barchasi jahon darajasidagi professional futbolchilar va ushbu vaziyatda, hozirgi holatda bo'shashmaslik juda muhim ekanligini juda ham yaxshi bilishadi. Shu sababdan juda ehtiyotkor ravishda harakat qilamiz. Hali jahon chempionatiga rasman chiqqanimiz yo'q. Lekin jamoa ertangi uchrashuvda yaxshi natija qayd etish uchun tayyor. Milliy terma jamoa uchrashuvlari statistika va tarix jihatdan har bir o'yin juda ham muhim. Shu sababdan biz futbolchilarni xohlaganimizcha almashtira olmaymiz, chunki bu yoshartirish, terma jamoani yoshartirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Ba'zi o'yinchilarni biz shunchaki tarkibdan chiqarib tashlay olmaymiz, chunki ularni o'rnida xuddi ular singari yuqori darajada harakat qiladigan futbolchilarga ega emasmiz. Shu sababli ushbu yoshartirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Yana bir marotaba sizlarga xush kelibsiz deb aytmoqchiman. Tarimiy haqida gapiradigan bo'lsak, bilamizki, futbolchining sog'lig'i bu eng muhim narsa hisoblanadi. Endi bugun kechqurun Tarimiy ertaga maydonga tushmasligi haqida so'nggi xulosaga kelamiz. U oldingi uchrashuvda Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi ham maydonga tushishi mumkin edi, lekin biz tavakkal qilmaslikka qaror qildik va uni maydonga tushirmadik. Albatta, Eron terma jamoasi hozirda FIFA reytingida 16-o'rinda, ya'ni o'z tarixidagi eng yaxshi natijani ko'rsatib turibdi. Bu hammasi so'nggi 2 yillik davomidagi mehnatimiz samarasidir. Barcha futbolchilar, federatsiya, barcha qiyinchiliklarga qaramasdan juda ham yaxshi natija ko'rsatishmoqda. Osiyo Kubogida Yaponiyani mag'lub etdik va shu sababdan hozirda o'zimizga bundan ham yuqoriroq maqsadlarni, shu jumladan Jahon chempionati final bosqichida ham keyingi bosqichga chiqish vazifasini qo'yishimiz zarur. Va umid qilamanki, Jahon chempionati oldidan Eron federatsiyasi ham barcha biz uchun zarur sharoitlarni yaratib berishiga umid qilib qolaman. Eron terma jamoasi bu faqat Eron terma jamoasi futbolchilari degan ma'noni bildirmaydi. Terma jamoani har bir xodimi qo'lidan kelgancha borini berib harakat qiladi, ishlaydi. Men o'zim 12 yildan buyon terma jamoada harakat qilyapman. Shu sababdan men va boshqa tajribali futbolchilar terma jamoaga qo'shilayotgan yoshlarni tezroq qo'shilib ketish uchun qo'limizdan kelgancha yordamni berishga harakat qilmoqdamiz. Shu jumladan bosh murabbiyimiz ham shu yosh futbolchilarni terma jamoaga tez qo'shilib ketishda va terma jamoadagi hozirgi yaxshi atmosferani shakllanishda bosh murabbiyimizning ham roli juda ham katta. Company the national team in the campaigns and the travel. Thank you.